Bu video darsimizda sizlar o'tgan darsimizda o'rgangan o'zgaruvchi turlarini kodlarda ko'rib chiqamiz. O'tgan video darsimizda bir necha o'zgaruvchi turlar o'rgangandik. Ulardan butun sonlarni tutish uchun int turidagi o'zgaruvchi turimiz, byte o'zgaruvchi turimiz, short o'zgaruvchi turimiz, long o'zgaruvchi turlarimiz. Bu 4 ta o'zgaruvchi turimiz butun sonlarni tutish uchun yordam berardi. Keyin matinsal ifodalarni tutish uchun yordam beradigan o'zgarish turimiz string o'zgarish turimiz, xarakteristik o'zgaruvchilarni tutishimizga yordam beradigan ifodamiz char o'zgarish turimiz, true false mantiqiy ifodalarni tutishimizga yordam beradigan o'zgarish turimiz boolean o'zgarish turimiz. Bundan keyin o'nlik sonlarni tutish uchun, ya'ni kasr sonlarni tutish uchun yordam beradigan o'zgarish turimiz double and float o'zgarishlarimiz mavjud. Bu video darsimizda bularni kodlar ichida ko'rib chiqamiz. Birinchi int o'zgarish turlaridan boshlaylik azizlar. Misol uchun int o'zgarish turimiz bir o'zgaruvchi kodda qanday tanitishi haqida o'tgan safar ham aytib o'tgandim. Bu yana takrorlaymiz. Birinchi bo'lib o'zgarish turini yozamiz. Misol uchun qaysi o'zgarish turini saqlamoqchimiz? String, char, boolean yo double. Biz hozir butun sonlardan boshlaganimiz uchun birinchi bo'lib bir butun son tanitamiz. Int turidagi bir butun sonni tanitdim. Int yozdim o'zgarish turini. Undan keyin o'zgaruvchiga bir ism beramiz. Misol uchun ismi A harfi bo'lsin. A harfi barobar qo'yib, undan keyin bu o'zgaruvchimizga qiymat beramiz. Qiymati nima bo'lsa, bu yerga yozamiz. Misol uchun 12 raqamini tutsin. Int a. Misol uchun int a turida bir o'zgarishni tanitdik, ya'ni butun sonli o'zgarishni tanitdik. Keyin byte bor. Misol uchun byte b bo'lsin bu ismi. Qiymati 120. Buni qiymati 127 bo'lsin. Keyin char, misol uchun char o'zgarish turimiz bo'lsin. Undan keyin bir double float bo'lsin. Keyingi o'zgaruvchimiz shortni yozib ko'raylik. Short short o'zgarish turimiz. Undan keyin long o'zgaruvchimiz bor edi. Bu 4 o'zgaruvchimizning barchasi butun sonlarni tutishimizga yordam beradi. Int, byte, short, long. Oralaridagi bir-birlaridan farqi nima deydi? Xotiradan oladigan joylari. Ya'ni tutadigan sonlar oralig'i var hammasini o'sha oraliqqa qarab bir-birlaridan farq qilardi. Misol uchun short misol uchun byte 127 gacha, ya'ni minus 128 dan 127 gacha bo'lgan sonlarni olar edi. Misol uchun bu yerga 128 yozsak, kodimiz xato berishni boshlaydi. Misol uchun qizilga aylandi, ya'ni bir xato bor bu yerda deyapti. Misol uchun kodning ustiga kelsak, misol uchun buni turi deyapti, byte yozibsan, lekin uni intga almashtir. Chunki byte 128 son, ya'ni 127 dan katta bo'lgan sonlarni tuta olmaydi. Xuddi o'shani kabi. Misol uchun int ham xuddi shunday. Misol uchun intga ham berishni boshlasak, misol uchun int ham ma'lum bir raqamdan keyin xato beryapti. U chunki oralig'i bilan chiqyapmiz. Short, misol uchun shortda ham xuddi shunday. Short misol uchun bitta son esa bu long, misol uchun longda xuddi shunday bir oraliq mavjud. Misol uchun bu yerda ham oldik. Aytamiz. Misol uchun int qisqaroq. O'xshamiz. Necha xona olar ekan? Misol uchun intimiz bu shaklda ko'rishimiz mumkin.
oralıqdan chiqqanimizda xato beradi kodimiz. Ma'lum bir oraliqlari bor bu turlarni. Bularga qarab int by short long, ya'ni sonimizga qarab bulardan bittasini tanlaymiz va yozamiz. Keyingi o'zgarish turimiz string o'zgarish turi. String biz uchun, ya'ni bizga matinsal ifodalarni xotiraga tutishimizga yordam berardi. Misol uchun string turida bir o'zgarishchi tanitadigan bo'lsak, string misol uchun meni ismimni tutsin. Ism, misol uchun bu yerni Davronbek sifatida o'zgartiring misol uchun. Bu misol uchun xotiraga boradi. Xotiradan misol uchun bir katakchani tanlaydi va katakchaga Davronbek ismini saqlaydi. Ya'ni RAM ga saqlaydi. Saqlayotganda buni o'zi bayt kodlarga almashtirib keyin saqlaydi. U qismlar muhim emas. Bizim uchun hozir qanday tanitish muhim. Bu shaklda string turida o'zgarishni tanitamiz. Misol uchun bu yerga Davronbek bu mening ismim. Ismim sifatida misol uchun xato yozdim, ismim bo'lsin. Yani bir tekstni yoki bir so'zni yo bir tekstni işte string bilan saqlashimiz mumkin. Keyingi o'zgarish turimiz karakteristik ma'lumotlarni xotirada saqlashimizga yordam beradigan o'zgarishimiz bu o'zgarish turimiz char o'zgarish turi. Char o'zgarish turimiz misol uchun char, misol uchun ch bo'lsin a kabi. Ya'ni bir dona karakteristik ifodani tutishimizga yordam beradigan o'zgarish turimiz char. Misol uchun bu yerda dollar bo'lishi mumkin. Ya'ni faqatgina bir dona, misol uchun 2 dona yozganimizda xato beradi. Nega? Chunki 2 dona yozganimizda bu bir tekstga aylanadi. O'shaning uchun bir dona karakteristik. Ya'ni karakteristik degani bir dona degani. Misol uchun bu yerda faqatgina v karakteristik, lekin a v degani bu bir so'zga aylanadi. Misol uchun buni yoniga bitta harf yozsak xatoni olamiz. Ya misol uchun bir harfda xato olmaymiz, lekin 2 harf bo'yicha xato olamiz. String bilan charda orasida yana bitta farq. String so'zlar 2 qo'sh tirnoq ichida yoziladi. Char o'zgarish turimizning qiymati esa bir dona, ya'ni tek toq sonli qo'sh tirnoq bilan yoziladi. Undan keyingi o'zgarish turimiz double va float o'zgarish turlari. Double va float o'zgarish turlari azizlar kasalli sonlarni tutishimizga yordam berardi. Misol uchun 10.5, ya'ni 10.3 kabi sonlarni tutishimizga yordam berardi. Misol uchun kelaylik, double uchun 126 yoki misol uchun float 6 kabi. İkisi bu. Bularning ham orasidagi farq, ya'ni tutadigan sonning oralig'iga bog'liq edi. Undan keyingi o'zgarish turimiz, ya'ni bizga mantiqiy ifodalarni, ya'ni true va false ifodalarini tutishimizga yordam beradigan o'zgarish turimiz bu boolean o'zgarish turi. Misol uchun boolean o'zgarish turimizni yozamiz. Boolean ismini b berdi. Misol uchun buni true yoki misol uchun bu yerga false kabi o'zgarish turini saqlashimiz mumkin. Bu ham boradi, bir katakchaga true yoki false ifodasini yozadi. Bular bizning o'zgarish turlarimizni kod ichida tanitish, qiymatini oldindan va davom etish. Misol uchun bir o'zgaruvchi turini berib, ismini berib, uni qiymatini bermasligimiz ham mumkin. O'sha shaklda ham davom etsak bo'ladi. Misol uchun int turidagi bir o'zgaruvchi ismi son va nuqta beradi. Qiymat yo'q. Bu shaklda yozganimizda azizlar dasturlash tilimiz, ya'ni programmamiz buni shu shaklda tushunadi. Int son barobar 0 sifatida o'qiydi. O'tgan safar darsimizda ham aytib o'tgandim. Agar o'zgaruvchimizga qiymat bermasak, dasturlash tilimiz o'zi avtomatik shaklda bir qiymat beradi. U qiymatlar shu shaklda bu yerda bor. Misol uchun qarang, agar qiymat bermasak, bytega, shortga, intga, longga bir qiymat bermaganimizda ularni 0 sifatida olyapti. Float uchun bu qiymatlarni oladi. Bu jadvalga qarab, agar biz qiymat bermaganimizda qaysi
qiymatlarini olishini ko'rishimiz mumkin. Keyin davom etadigan bo'lsak, bu o'zgarish turlarini yozganimizdan keyin bu o'zgarish turlarimizning ismiga qarab kodimizning istagan joyida bu o'zgarishlarni chaqirib olishimiz mumkin. Tabii globallik degan narsa bor dasturlash tillarida. Ular keyingi mavzularda tushuntiraman. Ularga e'tibor bergan holatda chaqirishimiz mumkin. Misol uchun men A ismli o'zgarish turini ekranga yozmoqchiman. Ya'ni shu o'zgaruvchimni ekranda yozdirmoqchi bo'lsam, ekranga yozdirish uchun string print kerak edi. Misol uchun system out println. Yani bu yerga misol uchun qaysi o'zgarish turimizni yozsak, uni ismini yozamiz. A turdagi bu o'zgarish misol uchun keldi. Bu o'zgarish uchun yoz ekranga. Misol uchun ishlatamiz. Ishga tushirsak, misol uchun bordi. Dasturimiz ishga tushdi. Azizlar, A qiymatini o'qidi. Bu yergacha keldi. Bu satrlarni ko'rmadi dasturimiz ishlash davomida. Va bularni tashlab ketib, bu qatorga kelib o'qishni boshladi. Int turida dedi, bordi ramga bir katakcha ochdi. Uni ismini A sifatida belgilab, ya'ni xotiradan bir joy oldi va uni A ismini berdi va u katakchani ichiga bu qiymatni yozdi va qolganlari ham xuddi shu shaklda davom etdi. Eng oxirida bu yergacha kelganidan keyin system out println'ni ko'rdi, ichiga kirdi va A dedi va ramga qaytib bordi va A ismli xotira joyini topib, uning qiymatini olib, uni ekranga yozdirdi azizlar. Ya'ni qisqacha ishlash shakli bu. Bu shaklda ishlaydi. Yozamiz. Istagan joyimizga chaqirib, uni foydalanishimiz mumkin. Misol uchun A soni bilan B ismli o'zgaruvchimiz bor edi. Bu ikkisini qo'shishni istayapmiz bir-biriga va uni ekranga yozishni istadik. Bu shaklda ishlatsak, bu yerda boradi. Shu yergacha misol uchun hammasini xotiraga saqlagandi. Borib A ni topadi, B ni topadi va ikkisini bir-biriga qo'shib, keyin ekranga chiqaradi. Misol uchun qo'shib to'plamini ekranga yozyapti. Bu shaklda ishlaydi dasturimiz. Keyin o'zgaruvchilarga ism berish qurollari bor edi. Misol uchun o'zgaruvchi turimiz raqamlar bilan boshlamasdi. Misol uchun raqam bilan boshlamoqchi bo'lsam, xato berdi. Misol uchun lekin raqam bilan tugashi mumkin edi. Misol uchun A1 desak, xatomiz. Yoki misol uchun ikki so'zdan iborat bo'lsa, misol uchun ism, familiya kabi so'z bo'lsa, misol uchun bu yerda o'zgaruvchi ismida bir bo'sh joy bo'lmasligi kerak edi. O'shaning uchun buni yo bu shaklda to'g'rilashimiz mumkin yoki bu yerni buyuk harf bilan, ya'ni katta harf bilan yozishimiz mumkin. Bular azizlar. Keyin o'zgaruvchilarimizga ism berayotganda azizlar, ilojimizcha boricha bu o'zgaruvchini ochiqlay oladigan ismlar berishimiz mumkin. Misol uchun normalda A, B, C yoki D sifatida bermaymiz. Misol uchun bu nima vazifa? Misol uchun bir o'yin tayyorlayotganimizda o'yindagi o'yinchining level skorlarini saqlaydigan bo'lsa, misol uchun bunga level score kabi ism berishimiz kerak. Chunki bizdan keyin kodlarimiz ustida ishlaydigan boshqa dasturchilar kodlardagi o'zgarishlarni o'qib qiynalmaslik kerak, iloji boricha tushunish kerak. Misol uchun bu ismni bergandan keyin shu yerga ochiqlama yozib ketishimiz mumkin. Misol uchun bu o'zgaruvchi bla 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 bla, ya'ni bu o'zgaruvchi shu ishni qilayotganda kerak bo'ladigan o'zgaruvchi kabi ochiqlama yozib ketiladi. Ya'ni o'zgaruvchimizni iloji boricha yaxshi ism berganimizda, ya'ni ochiqlab turadigan ism berganimizda kodimiz cleanlik darajasi oshadi. Ya'ni yozgan kodlarimiz clean bo'lishi kerak. Misol uchun men bu yerda yozgan kodlarim azizlar, faqat sizlarga tushuntirishim oson bo'lishi uchun, sizlarning tushunishlaring oson bo'lishi uchun bu shaklda yozdim. Normalda misol uchun JD sifatida men ham ism bermayman. Bu shaklda azizlar. Ya'ni bu video darsimizni bu yerda to'xtatamiz. Keyingi video darsimizda ko'rishguncha